Assalamu alaykum ekran oldidagi qarindoshlar. Hammanglar Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazininki xalqaro vaziyat programmasiga xush keldinglar. Ruqiya xonim xush keldingiz. Hoş bulduk. Amerika va Isroiliyaninki birlikda Ironga hujum qilish bilan bu urush bugun 26 kunni tugatib 27 kunga qadam qo'yadi. Bu faqat uch tarafninki urush emas, faqat balki rayonlarga Çeçiraş bilen birge dünyanın her kaysi rayonlarga Asya olsun, Avrupa, dünyanın başka yerlerge hem yerlerge siyasi, harbiy, iqtisadi, energiya jihatlardan ta'sir qilyotidi. Endi biz bu urushninki İranninki muhim davlatlar, sherik davlatlardan biri bo'lgan Xitoydan boshlaylik. Masalan, bu urush Xitoyga qanchalik ta'sir ko'rsatyapti? Xitoy bu urushdan foyda olyaptimi, ziyon olyaptimi, tortyaptimi? Endi kuzatuvchilar Xitoyni bu urushdan ilqi ba'zi kuzatuvchilar Xitoy qo'shildigan ish bo'layotidi, foyda bo'lyapti deb qarayotidi. Ba'zi kuzatuvchilar aralash, ya'ni Xitoy oladigan foydam bor, tortadigan ziyinimi bor deb qarayotidi. Masalan, tortadigan ziyinimi bor, Xitoy bundan baxo'sh bo'lib ketmaydi, chunki bu Xitoy bir balvoq bir yo'l plani bor. U yerda urush bo'lsa, Hormuz bo'g'izidan Xitoyning o'tkazadigan energiyalari bor. Aladigan kimlar u yerdan bir bexatar bo'lmagan yerdan Xitoy qanday mallarni ilib o'tkazib qiladi, chunki Xitoyning oladigini faqat Irondan olmaydi, boshqa Golf davlatlardanmi, Qatar, Saudiyadanmi bir muncha oladigan gaz, energiya degandek narsalar bor. Shunga Xitoy ancha xush bo'lmaydi. Xitoy o'zining mal o'tkazadigan bir balvoq bir yo'l planini amalga oshiradigan yo'llarning bexatar tinch bo'lishini xohlaydi, chunki u bomba tushib turgan yerda u iqtisodiy narsani qig'in olmaydi. Shuning uchun Xitoy bunga ancha xush bo'lmaydi deb qaravatqanlar bor. Yana undan boshqa Xitoy qo'shildi, chunki Amerikaning diqqati bu yerga burilib qolgandan keyin O'rta Sharqqa urushga bir patqoqqa kirib qolgandan keyin dengiz Xitoyga bo'sh qoladi o yerdagi Indo-Pasifik, ya'ni u yerda Xitoy Tayvanni olaman, uni olaman, buni olaman deb texmi qaytadan azvaylaydi, kuchlanib oldi. Uning ustiga Amerika bu yerda iqtisodiy ziyon tortib ketsa, bu urushning ichiga kirib ojizlashsa, bu Xitoy uchun foyda deb bunda qarab qolgan bor. Shunga Xitoy xush bo'ldi deb. Hani menimcha ilqi uni ham har ikkisi bor deb qarab qolgan bor. Bu yerda to'g'ri har ikki taraf bo'lishi mumkin, lekin bakrak chak basadigini mencha shu Xitoyning bu urush uzunroq so'zilib, agar Amerika ziyon tassa degan narsaga xush bo'ldi, chunki bu urushni Xitoy to'xtatib olmaydi hozir berib. To'xtatib olmagandan keyin Xitoy bu urush nemali bo'lsin to'xtab qolsa degan bir umidda bo'lmaydi, chunki Xitoyning niyati Amerikani ojizlatish bo'lgandan keyin mushta bir patqoqqa kirsa, ojizlassam deydi. Agar undan niyati bo'lmaydi, chunki put tepishayotgan birdan bir davlat shu Amerika. Agar undan niyati bo'lmaydigan bo'lsa, Xitoy nemishga xabarlarni ko'ryapsiz. Bu urushni bir videoga ilib taqib qo'yatdi. Bir kuzatyapti-da, shu urush taktikasini, Amerikaning kuchi nerdan nergacha, qanday urush taktikasini qo'llanadi degan hammasini Xitoy birlab qarayotdi hozircha, tadqiq qilyapti. Demak, yana Xitoyning Amerika bilan urushib qolsam, qanday qilaman degan bunda bir planimi bor. Yani Amerikani dangsayotdi Xitoy, ashning qarab ish tuzib planlarini qilmoqchi. Amerikaning ojizlashishini xohlaydi Xitoy. Shuningga intayin kuzatyapti. Mishada bu Xitoyning niyati albatta Amerika İran'ı məğlub qılamay bu yerda Amerika ziyon tortib, Amerika məğlub bo'lib bu yerda Hormuz bo'g'izini olamay müşədə bir vayron bo'lib cho'ksa degan bunda bir nimasi bilan taqib qilib kuzatyapti hozir Xitoy. Shu bu yerda bu urush agar chunki bu urush bir xatoli bo'layotgan urushdir. Menimcha bu yerda Amerikaning g'alaba qilishi nurg'un kuzatuvchilarni da'vatidi tasdab. Chunki jo'grafiyalik masala bor bu yerda. Tas bo'lgandan keyin buningda cho'qim Amerika ziyon tortadi deb mencha Xitoy xo'shal bu urushdan. Bu urush bo'lganga chunki bizning ba'zi Uyg'urlar qaraydiki, Iran Amerikaning do'sti bo'lgandan keyin Iranni Amerika ursa, urush qilsa Xitoy nurg'anday bo'ldi. Unda bo'lmaydi-ki bu yerda Amerika u Iran ayrim davlat, Xitoy ayrim davlat. Bu yerda masala Xitoyga qanchalik foydasi bo'ladi, Xitoyga qanchalik ziyini bo'ladi masalasi. Bu urush bo'lsa Xitoy xush bo'ladi amaliyotda. Bu yerda ziyin bo'lib Iran Xitoyning do'sti bo'lgani uchun bu Xitoyga bir ziyin bo'lib ketib bu urush yaxshi bo'ldi deydigan ish bo'lmaydi, chunki agar u yerda Amerika g'alaba qilolmasa, Hormuz bo'g'izini ololmasa, dunyoning 20% neft va gaz u yerdan kiradigan tursa, u yerda agar Amerika cho'kib bir falokat kuchirab ashunda chunki tas Amerikaning Hormuz bo'g'izini butunlay kontrol qilish. Hozir masalan Iran taqvatdi u yani. Bir taqvatgandan keyin qanday bo'ldi? Butun dunyoninki gazlar o'rlab ketdi, mushtapda. Bütün dünyanın ekonomisiga ta'sir ko'rsatyapti. Bunda bo'lsa bu Amerika degan bir hegemonik davlat. Amerika bütün dünyanın 800 yerda military bazasi bor.
pulni kontrol qildi. Amerikaning dollar bilan ishlaydi. U petrolni u yerdagi neftni dollarga sotadi haq. Yuanga sotmaydi. Bir Iran yuanga sotgan bilan u Amerikaga unchalik cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Iranning nefti 1-2%, shunda u boshqa davlatlardan oladigan neftga qaraganda. Shuningga bu Amerikaning dollar sistemasi, petrodollar sistemasi hamma narsa qalayimqam ketadi bu yerda agar bu urush shunda davom qilaversa. Undan keyin Xitoy qo'shiladi mencha. Bu yilqi Iranni bilan urushsa yaxshi bo'ldi. Iranni ursa ojizlashsa Xitoyga ziyon deydigan narsa texi bizning ko'zimizga ko'rinib, u Amerika u yerda g'alaba qilib ketib, Hormuz bo'g'izini butunlay Amerika kontrol qilib ola oladigan unda bir narsa yo'q. Shunga bu yerda Xitoyniki uzun muddatda ekonomik jihatdan u yo'lning bexatar bo'lishini orzu qilish nemisimi bor. Uningdan ko'ra bexatar u iqtisodiy manfaati Xitoyning. Har qanday bir davlatga iqtisodiy manfaatdan bekarak security bexatarlik muhim. Xitoyning bexatarligi uchun Amerikaning ojizlashishi muhim. Ya'ni dunyoni men so'rasam meni cheklamasa Amerika deydi. Undan keyin u Xitoy u yerda Amerikaning ojizlashishini xohlaydi, qo'shiladi. Bence Amerikaning bu yerga kirib qilishi u Amerikani kuchlantirib yetadigan bir umid bermayapti hozir. Shuninga bu urushdan mencha Xitoy qo'shildi deb qarayman. Rahmat. Xitoy nima uchun unda olsa hozir bu urush Amerikaninki bu yerda urush Xitoy uchun manfaatliroq ko'rinyapti masalan. Nima qanchalik darajada qo'llayapti Iranni yoki uchuq nima uchun qo'llamaydi masalan? Diplomatik va siyosiy jihatdan qo'llayapti masalan. Chunki Xitoy Amerikaning hegemonik o'rnini olmoqchi, butun dunyoga saf diplomasiyani o'zini noyatda tinchparvar. Amerikaning masalan bir dunyoning hegemoniyasi bo'lish uchun askarini tutishingiz kerak, military sizning qo'lingizda bo'lishi kerak. Boya dedim Amerikaning 807 bazasi bor deb, Xitoyning texi u yo'q. Financial institution tutish kerak, ya'ni dollar, ya'ni Amerikaning puli ishlaydi dunyoda, shundami? Undan keyin hamrohlaringiz bo'lishi kerak, do'stlaringiz. Yani dostlarınız degende ittifaqdoshlarınız, harbiy ittifaqdoshlarınız bo'lishi kerak. Amerikaning harbiy ittifaqdoshlari bor. Ideologiya birligi bor, dunyoga qurgan bir sistemasi bor Amerikaning. Bu Xitoyning texi unda bir sistemasi yo'q. Bu hozir siz deysiz bu Amerikani Xitoyga masalan qanday nimishga uchiqashkar demaydi deganda bir kundalam Xitoy o'rib Amerikaning o'rnini ilib olmaydi albatta. Bir İran yuanga setib qo'yganga unda asan ilib olmaydi. Amerikaning unda 807 military base yo'q. Xitoyning puli bu dunyoda ishlamaydi. U hech kim Xitoyning puliga ishinib yuanni saqlaydi demaydi, shundami? Hamma odam dollar tutadi. Undan keyin uning ustiga Xitoyning unda bir harbiy ittifaqdoshlari yo'q, yanada unda tuzib ketgan unda Amerikadek. Uning ustiga bu dunyodagi deymiz pul muomala institutionlarını bir Xitoy boshqarayotgani yo'q. Masalan, World Bank, ondan keyin boshqa institutionlar bor. Buning hammasini Monetary Fund degan bularning hammasi de Amerika lead qilib boshqaruvlik. Uniki bu ittifoqdosh nimalarda NATO bor, masalan, Amerikaning bosh bo'lag'liq bu NATO'dimi? Xitoyning unda BRICS bo'lgan bilan Ruslar yeng qurgan. Ularning Shanxay birligi deganlar bu NATO'ga tenkagidek unda bir military ittifoqdoshlar yo'q Xitoyning. Shundan keyin bu Xitoy asta-asta kirdi, asta-asta qilib Amerikaning o'rnini olmoqchi. Amerikaning o'rnini elish uchun boshda ham ideologiya muhim. Bir davlatning faqat military jihatdan urushdan g'alaba qilib dunyoni ilib olmaydi yoki iqtisodiy jihatdan g'alaba qilib dunyoni ilib olmaydi. Bu yumshoq kuch deganmi bek muhim, ideologiya muhim. Shunga hozir Amerikaningki yumshoq kuchi nihoyat qattiq ziyonga uchirdi. Beriblar Falastinni bombalashni qo'lladi İsrailning keyinga kirib, Irondami Qizlar maktabini bombalayapti. Bunda bo'lgankin hozir bu burun Amerikaning qurib qo'ygan inson haqlari u bu deydigan bu ideologiya sistemasi dunyoni boshqarayotganki. U cho'kdi-chu, u bekkelqi nim bo'lib ketdi. Obro'y tushib ketdi. U sistemni hech kim ko'z qilmaydigan bo'ldi. Sen o'zing u sistem qurgan sistemga o'zing berib dassiding, ya'ni axlatga tashilding degandeklar bo'ldi-da. Undan keyin Xitoy bu fursatni tutyapti. Bu fursatni tutib, nihoyat tinchparvar birisi bo'lib bordi, chunki nima davlat qursam deydi, masalan Amerikaning o'rnini Xitoy ilishga to'g'ri kelsa, Xitoy yaxshi deb mening atrofimga alliance to'plasam deydi. Ya'ni ittifoqdosh do'st to'plamoqchi Xitoy. U do'st to'plash uchun cho'qim o'zini tinchlikparvar, hech narsa bombalamaydigan Amerikadek nihoyat yaxshi qilib ko'rsatish kerak, urushga kirmaydigan, jim turadigan qilib ko'rsatish kerak. Shuni bir chetda turib bordi. Bu bir sabab ham demencha, mening ko'z qarashimcha ashtamkin deb o'ylayman. Lekin yana bir sabab kuzatuvchilarning qarashicha u Xitoy bek ehtiyotchan. Bu urushga ochiq oshkori kirib
o'zini nima qilishni xohlamaydi, kuzatyapti, taraqqiyotni nadin nakkagicha deb qarayapti deydi. Ya'ni Amerikaning kuchini dangsayapti deydi. Tankilanamdim, tankilanmamdim. Bu urushga kirib qolsam qayerdan kirmay. Ya'ni taktika, strategiya deganlarni o'ylashib jim turib olib bordi deydi. Ammo Xitoy yoshirun yordam qilayotgan bo'lishi mumkin Eronga. Chunki Xitoyni xush qiladigan urush bu. Amerika bu urushni patsa, Xitoy qo'shildi. Shunga ochiq oshkor yordam qilmagan bilan cho'qim mencha yoshirun yordam qilayotamdikin deyman. Uning oid mantiqiy bir aniq yordam qilayotdi degan bir official xabarlarni ko'rmadim. Siz ko'rdingizmi? Necha yoshirun yordam qilish mumkinchilik qilayotamdi? Urushdan burunlam ki aldınqı yılı 6. ayda mesela Qurol bir yordam 10 qurol yordam qilganda ondan keyin ba'zi aniqlanmagan ba'zi ma'lumotlarda Rus va Xitoyninki logistik va ba'zi qurol yordam qilayotganligini dedi. Masalan bugun tunögün Kaspiy dengizida Rossiyaninki logistik paraxotini Isroiliyaning urganligi va buningda İran'a yordam kelayotgan qurol yarog'niki borligini dedi-da Ama masalan. urulsun Xitoyninki-chu, Xitoyning işte qurol yordam qilayotamdi Eronga. O'rta Osiyo orqali yetkazayotganlikning ba'zi nimalar bor, ammo bu to'liq jazmlanmadi bu narsa-chu. Ammo satelitdan, sun'iy amra orqali Eronga o'rinlarni ko'rsatib berayotgan narsalarni ko'rdik-ku masalan. U uni qilyotdi Xitoy hamda uni yoshiramaydi. Ha. Hammaga qiladi Xitoy, hamma davlatga shuni. Hozir Xitoyning mundaq hozirgi vaziyatda munda bir ikkilik bir nimasiga paradoks kirib qoldi deb o'ylayman masalan-chu. Birisi Xitoy Venezuelada o'zining yaqin tijorat nimasini yo'qotib qo'ydi, u yerdagi kuchini, ta'sirini. Masalan, Suriyada Bashir Asadning nimasini yo'qotdi. Bu yerda hozir İran bununki Xitoyniki nayt yaqin sherik davlatniki birisi. Nurg'unlagan mablag' solgan 400 milliard dollardan. Andan keyin askariy manevrlarni jiq qiladi bular. Bunda bir o'zining eng yaqin turayotgan davlatga boshqa bir davlatniki hujum qilishga Xitoy bu yerda harakat qilolmasligi Xitoyninki askariy intervention yoki yurish qilish qilolmaslikdek bir ojizlik nuqtasini shakllantiramdi yoki bo'lmasa bu yerda masalan Amerikaning bir ta'siri bor bu yerda. Amerika bu yerdagi Isroiliyaning manfaatini o'tirg'i chiqarib olib o'zlari masalan boshqa arab davlatlarini tashlab qo'ygandek bir ko'rinish bor. Bu davlatlar hamda masalan Amerika bizga xavfsizlik garantiyasi kelmaydiki, biz o chog'da Xitoyga yuzlanaylik deydigan manda bir fursat chiqandi. Bu ishkising sizcha qaysi bekroq jiqroq taroziga o'tirish mumkin yo reallik o'tirish mumkin? Ikki savol so'radingiz bir gapingizdan ichida. Birisi Amerikaning, birisi Xitoyning. Shunda bu Xitoyninki Amerika nima ko'rsatgandikin masalan eliqi davlatlarni Isroiliyaning orqa qo'ygandan keyin bu davlatlar Xitoyga yuzlanishi mumkin bu. Xitoy bilan bir fursatlash mumkin. u menchi o davlatlarni hozir Isroiliyaning oqisi qo'yg'ini bilan Xitoyga yuzlanmasligi mumkin. Chunki burundan zaten Isroiliyani birinchi o'rin qo'yag'liq Amerika u yerda. Amerika bu yerda ilqi men o'ylayman Amerikachu nejat bunda politika ya'ni siyosat yurgizgan bo'lsa deyman. Xitoy o'tganda Arab Saudiya bilan Eronni bir-biriga kelishtirmoqchi bo'ldi-ku. Bu Amerika bölüp taraf tutup anıga basuqa saldırıp seni qo'g'dab berma, mani urib berma deb Eronga qarshi unda Arab davlatlarini Isroilni oqsiq silib unda mushta bir siyosat yurgizib kelyapti Amerikachu. Unda qilmasdan asli Shiya bilan Sunnining to'qinishidan foydalanib, unda qilmasdan kuchi bo'lgandan keyin Amerikaning askariy kuchi bo'lgandan keyin qo'g'daydigan. Ularning kuchi bo'lmagandan keyin Amerikaning gapini anglaydigan baribir askar tushadigan. Uning ustiga u petrolni, neftni Amerikaning puliga dollarga sotadi ular. Boshqa narsaga sotamaydi. Nega kimga sotadi shu dollarga sotmasa? Bütün finansini olay dedim Amerika tutadigan tursa, Amerikaning u yerda bir hegemonik kuchi bor. U kuchni u Arab davlatlari anglaydi. Asli Amerika Eron bilan Shiya bilan Sunnini kelishtirib qo'ya olsa, o'tirishga sen urushmaysa deblam ikkisini. Amerika qila oladi buni. Qiliblam Eronni o'zining yindi tutgan bo'lsa, eng cho'ng manfaatni Amerika olgan bo'ldi. Lekin buni Isroil qilg'izmaydi ekan. Chunki Amerikaga Isroilning lobbichiligi, Amerikani qonunlarni chiqarg'izib Isroilni qo'g'daydigan, unkin Isroil bilan G'arbiy ittifoqdosh u jihat qo'g'daydi, bu jihat qo'g'daydi deb unkin bu kongressdagi hammasi bu İsrail uchun bu İsrailninki Greater Israel dinni ilqi.
İsrailni yo'g'antimiz deydigan, kelib Falastinni urib to'xtamasdan qiladigan mushuning ichiga kirib qoldi-da Amerika. Agar buning ichiga kirmagan bo'lsa, Eron bilan bu yerdagi arab davlatlarini Amerika kelishtirib qo'yib, Isroilni sen mushu ikki state bo'lish kerak, Falastin mustaqil bo'ldi. Isroil sen o'ttaga Eron o'tta deb qisqan bo'lsa, Isroilni-chu. Unki bu yerda Amerika eng cho'ng manfaatni oldi, Hormuz bo'g'izini o'zi kontrol qildi-da, dunyoning 20% neftini Amerikani kontrol qilgan bo'ldi u yerda. Hozir bishiq bikadın ishlarida Isroilning kayni kirib, bir Isroilning shu diniy manfaati uchun Isroilni yo'g'on tutmay qilmadi, ko'p qilmadi deydigan. U Isroilning tap degan banasi shu Eron, Yamanda, u yerda, bu yerda bu teröristlarni yetiştirip bu bizning kemilerimizni o'tkazmay, bizni partlatqizib, bu bizga cho'ng tahdid, bu yerda bir Isroil davlati bo'lishini xohlamaydi deydi. Chunki bu Humaynimi Isroilni e'tirof qilmaydi, Eronning rejimida. İsrail yo'q davlatda qat'iy e'tirof qilmaydi boshqa arab davlatlarida. Unkin unda bo'lgandan bu Isroil bu zodi Eronni yo'qotsam deydigan narsa. Asli sen meni e'tirof qil, men sen bu bunda bo'layli deb Amerika kelishtirgan bo'lsa, kelishadi. Shu kelishmagandan hozir mushu kelishtirmagan şu İsrail çoğaş lobbyçılığı tüpeyildin Amerika'da hamma siyasetçilerini kontrol qilgan. Çünkü bu çoğun şirket pul tapıdığan şirket siyasetçiler pul berdiğan yerlerinin hammasının beşi şu Ziyonistler bo'lgandan muşlar kontrol qilib elib, muşlar amaliyotda Amerika orqali dunyoni qalayimqan qo'yib qo'ygan gapda bular. Bular unda qilmagan bo'lsa, asli Amerika bo'lgan bo'lsa, İran bilan Arabni kelishtirsa Amerika eng cho'ng foydani oldi, Xitoy yo'qli bo'ldi-da, bu yerda Xitoyni kesgan, butunlay o'ttir sharqdan Xitoyni kesgan bo'ldi. U vaqtda Indo-Pasifikdimi Xitoyga tankilanmaydi Amerika uchun. Bu yillik odamlar ichinishlik bo'ldigan yeri hozir. Bu urushga bu Amerika bunda kirib qolgandan keyin Xitoy Endi bu urushga ochiq oshkori nemish kirmaydi deb abayni so'radingiz, ochiq oshkor kiray desa, jo'g'rafiya masalasi Xitoy bir muncha uzoq yerdan kelish kerak. O'zining jo'g'rafiyasida turib urushni qilib sinab baqqan, bir urush tajribasiga erishib baqqan Xitoy emas u. Shunga kuzatadi-chu, urush qila olamdim, qilolmadim, kuchi nadin nakagacha debchu hammani. Shu bu Xitoylik askeri kuchini unda jiq taraqqiy qildirgan bilan, texnologiyasini unda jiq taraqqiy qilgan bilan qayerdan qayergacha buni kuzatadi. Faqat onun ustiga bir kuchli bo'lish uchun texnologiyasi bo'lsa hisob emaskan, ma urushdan ko'rdik. Energiya muhimkan. Chunki qarang, ash energiyani Hormuz bo'g'izini bir qisqantdi. Butun hammasiningki iqtisodiy vayron bo'lib ketsa, o'zi iqtisodini ololmasa, u xalqning qo'sig'i to'ymasa, iqtisodi bo'lmasa, u qilgan texnika, yumshoq detal ishlagan narsalar nimaga foydasi bo'ldi shundami? Unimi ishlayolmaydi, shuni ishlash uchun shu gaz, neft ketadigan bo'lsa, shuningga o'zi qamday oladigan davlatlar, kuzatuvchilar da'vatida agar bu urushda shu bir global crisis chiqadigan ish bo'lsa, dunyo miqyosida o'zi qamday oladigan davlatlar saqlanib qoldi, o'zi qamdab bu o'ziga o'zi birsi food, ya'ni yemak ichmakmi buningda nima bo'ldi-da. Shunda bo'lmagan davlatlar bek ziyon tortdi deb kuzatuvchilar mashta deb qaraydi hozir. Taskunda qoladi debchi. Bayık sualınız neydi? Endi hozir javob berdingiz. Hozir nimaga o'tayildi? Masalan, Xitoyning sharqiga, ama dengiz rayoniga. Amerika o'zining kimyoviy o'rta sharqdagi havo mudofaasini qo'g'daymiz deb ta'kidlaydigan havo mudofaa sistemasini yetkazib ketdi. Undan keyin Yaponiyadagi bir qism dengiz quruqlik armiyasini yetkazib ketdi. Bu yerda bir xavfsizlik bularni mudofaasini sal bo'shatib qo'ydi-ku, masalan, bo'shganiki. Bu yerdagi xavfsizlik mudofaa bo'shliqi Xitoyga bir nima ko'rsatamdi masalanchi, bir fursat beramdi masalan askariy yurish qilishga, masalan Tayvanga. Bu bayon dedim, albatta bu Xitoyniki bu urush haqiqatan Xitoyni xo'sh qiladi agar Amerika shunda yo'tkab ketib ashad cho'ksila. Chunki hozir qarang, bu dunyoni bu Amerika nimaninki Xitoy Amerikaniki hegemonik o'rnini olaman deydi-ku. Bu Amerika tuzgan dunyo sistemasini yo'q qilib, men o'zimning Tiansha dunyo sistemasini qo'yaman deyapti. Endi u degan bir kunda qilolmaydi Xitoyda, chunki u dunyo qabul qilgan bir ideologiyasi yo'q, abay degandek bir pul sistemasi yo'q Xitoyning, askariy bazasi yo'q, butun undaq ittifoqdoshlari yo'q. Birdan kelyapti. Asta yuanni, yani Xitoyning pulini Amerikaning dollarining o'rniga dastishning amalini qilman deb asta kelyapti-da bu Xitoy. Ondan keyin bu puldan boshqa, bu yuanni dastishdan boshqa ittifoqdosh muhim, abayqadak NATO bu degan atrofimiz alliance tutish kerak. Hozir
bu Amerika bu yerdagi askarini, dengizdagi askarini mayoqqa yo'tkab akatsa kemalarni. U yerda bir siz degandek bir bo'shliq paydo bo'ldi Xitoyga. Bo'shliq paydo bo'lgandan keyin Amerikaning burunqi alyansi davlatlarim qo'qab Amerikaga ishonmas bo'ldi dedi, ha. Amerika ishonmay shaqqida bandi vagonin qilib Xitoy tarafga o'tadigan gap. Bugun Filippin nima dedi? Xitoy bilan so'zlashimiz dedi emaslar, shunami? Bu Xitoyning bilan qattiq mushunda turgan Filippinda so'zlashimiz dedi. Bunda qilsa dengizdagi butun alyansni Amerika yo'qotib qo'ydi. Bumi bir Amerika uchun yaxshi emasda. Tas bo'ladi hozir. Hem de hazır mesela Amerika nemege urushga quruqlikdan kirgizimiz davatidir da mesela. Tamam bu iliqi bir yerda gayet zo'r bir iliqi nemi babir iliq Amerikaniki bir cho'ng bir urushga petib qilish. Mesela bir şeyde qarab baqsaqchu Saudiya mesela bunun nimasini qo'llaymiz davatidir. Yaxshi qildinglar buni biz davomli qilsanglar Ironni ajizlashtirsak u bu davatidir. Mesela Saudi'nin mi bir yerga kirishi, andan keyin Saudi'nin mesela askeri ittifoq var mesela Pakistan. Yani bu mu mesela urushga ketilgan bo'lib qoladi mesela. Çünkü Saudi'nin kirishi, İsrail, Amerika bu Sunni Şia mesela Arap Paris bunda bir urush chiqishiga sabab bo'lamdi mesela urushning texmi keng kiramda hiçbir Başında bu kesi bek xatarlik. Amerika üçün mü yaxşı emas aslida u Arab dövlətlərinin urushga kirishi, u ikkisining foydalanib bunda qilman deb bu İsrail lobbisining aqısdan onikin pulni kongressdan Trumpga tasdiqlamagandan keyin ashlardan olaman deb qara men seni qo'g'dab bermay mana urushga kirsa bo'lmas seni Iran yeydi deb unda qilgani bilan bu urush u Gulf dövlətləri kengayib ketsa bayami dedik bu neftning hammasini bir Irandan olmaydi dunyo. Shu davlatlardan evatgan tursa, u vaqtida bu urush kengayib ketsa bu yerdagi Arab davlatlari bilan Shia o'rtasidagi bu urush boshlanib ketsa, bu proxy warchu. Bir qalayimqanchilik bo'ldi da, u yerda qanday kontrol qiladi Amerika? Qanday bir regional balance'ni, tangpungliqni saqlaydi u regiondagi. U vaqtida bu yer bir nimdaymiz bir dozaqqa aylandi qalayimqan. O vaqtda bu bütün dünyanınki petrodollar sistemisi bozuldu. Amerika'nın pul nemisi disruptive bozuldu da. Onun için bütün dünyanın iktisadımı çöküp bozuldu. Çünkü bu sistem bozulup gidiyordu. Çok birden uruşulan kalayım kan bunu. Bunda bu bu hemme devlet kılam ziyan, hemme devlet kılam bir ilqi. Beklam tas, bek yaxşı olmaydigan bir narsa. Aslı şu bu Saudi özünün regional power'ını saqlayma deb özüçe o İran menden emmeyen tatlı bilip menden nem kılam diken defa Şia Sünni öçmenligi tüpeyildin bulanın oturustiki. Onu oylagan bilen o hazır intikam iliş meselesi emas bu yerde Şia Sünni'nin ki birbirinden. Bu dünyanın ki sistemisi buzlu kitadigan manda bir iş buladı. Şu bu Şia Sünni intikamını bir yerge kayırıp koyup özünün her bir devlet özünün takdirini özünün putrap turuşunu bu biçare xalqning u yerda yaşap qilishini o'ylasa oldu. Çünkü yani u yerda vayron bo'lgan bichara xalq bo'ldi. Hozir kuzatuvchilar hammasi da'vatida. U Ironga men chiqima degani bilan Saudiya İranmı urdu qarab turmaydi. Energiya nimalarni hammasini partlas İran berib suvni urdi, qanday qildi ekan. Bo'g'liq xalqqa bo'ldi da. U xalq naga ko'chidi. Şimalga bir yerler köçemdi, Şimal deyimine, Saudi'nin başka taraflarına. Yani bu yerde Avrupa'ya mı tutuşudu bu neyse. Bütün halk u yerden kaçırdı Avrupa'ya müştep köşmen meselesini el kılanma atqanda denizlen Avrupa taraf bu bir neyse. Bir qalayımqançılıq, bir veyrançılıq buldu da. Bu Avrupa'ya mı yaxşı emas, siz Avrupa'da yaşavatsınız. Bunda bir urushning kengayib ketishi. Hech kimga yaxshi emas bu yerda bir o'tning paydo bo'lishi. Buningda yana Xitoy yana biroz foydalanib saqlanib qolishi mumkin. Jiroqda yana fursatdan foydalanib, ashunda bir qalayimqa urushib ketpaganda ayaqda Amerika avara bo'layotganda men mayaqda shaqlamanda qilay deb 8-oy, 9-oyda shaqlı Tayvan hujum qisqanda qildi ekan Amerika. Shunami toza qiziq urush vaqtida. U vaqtida shu texmo tas bo'ldi da, bütün dünya bir o'tning ichiga kirib qolgan bo'ldi. Hech kimga yaxshi emas beklam. Qanday dunyoda yashayapmiz deb qo'yapman. hazır yeni bir rayon var değil mi? Mesela Orta Asya ve bizim Şarkı Türkistan nimisi. Mesela şimalga qarsak Orta Asya'nın şimalda Rusya, Ukrayna bilen bir urushning nimisi kiriqlik. U yerda bir ot var. Va g'arbiga qarsak İran'da bir urush bo'lyapti. Orta Asya'nın janubiga qarsak Pakistan, Afganistan bir urush nimisi davom qilyapti mesela. Orta Asya'nın mesela bunda bir tashkilda qilishi mesela. Mesela bolup ama İran'daki urush Orta Asya nimisiga, Orta Asya'nın Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Bu urushning bo'lishi
Xitoyga foyda menimcha. Chunki agar Iran bilan Amerika urushmagan bo'lsa, kelishib qolgan bo'lsa, Saudini kelishtirib masalan uchun Iran bilan do'stib qolgan bo'lsa, Amerika o'zining ta'sirini Iran orqali O'rta Osiyoga kirgiza oladi. Bizdan o'tkazayotgan Xitoyning 3 ishiga va bizdan chiqadigan bir balvoq bir yo'lni butunlay kesalaydi o'tirib kirgizibchi. Hozir hamda bu Iran bilan bu Amerika urushgandan keyin u yerda u Ironni mag'lub qilib butunlay yo'qotib olsa hisobda. Unda qilolmaydi-da u yerda jo'g'rafiya u Iran unda oson yo'qaydigan davlat emas. Uni butun tarixchilar, butun kuzatuvchilar davatidi. Iran unda oson yo'qaydigan bir davlat bo'lsa, hozirgacha beshini tik tutib Amerikaning sistemasiga qarshi turib kelmagan bo'ladi bu haq. Chunki u siz bilsiz masalan tarixda o'z vaqtida CIA o'rvatdi-ku Muhammad Madagaskiy degan shu bular shuna yaxshi nim qilgan vaqtida. Ashni o'rətib shahni chiqarib qo'ydi Amerika uchun. Ammo nimishga desa u odam Iranning petrolni Amerikaga iliq unda Angliya bilan qiladi-ku, iliq Iranniki neftni Angliya bilan hamkorlashib qilamiz deb Angliya bilan tutib oladi. Angliyaga bermaymiz biz, g'arbga bermaymiz, o'zimiz boshqaramiz deganligi uchun ham CIA berib, uni o'rib etib shahni chiqarib qo'ydi. Shah u neftni qanday qildi? G'arb davlatlari bilan birga boshqargan qilib oldi. Shunami nechat? Shuna qilganmanki, bularga xo'sh yoqdi. Ondan keyin bu Iran yana bu Iran xalqi bunga qarshi turib 1979-53 shahni chiqargandi. Qarshi turib o'rvatdi. Shunami shahni o'rib etib rejim ya'ni bir dinniy bir rejim paydo qilib oldi u yerda. Butun xalqni majburlab. Ya'ni u petrolni xalqancha satdimi, unda sen g'arb aralashmaysan mening neftimga deb nationalize qildi-da, g'arbning kompaniyasini aralashtirg'izmadi. Aralashtirmagandikilar shirkatini da g'arbni. Undan keyin Amerika sanksiyon berdi. Shunami embargo yurgizdi. Shu jidal 40 yildan beri bo'layotdi men sen mushta aralashtirg'izmading deb. Shuningga beshini tik tutib qarshi turib kelayotgan shu Iran shu Amerikaning sistemasini hech nimasini e'tirof qilmaymi? Ma rejim uni ustiga. Bu Amerika sistemasini e'tirof qilmaydi, Isroilni e'tirof qilmaydi, shunami Xomaynining hujumi. Rejimi. Onun üstüge Sünnilernimi e'tirof qilmaydi urushidi shunda hammaga nim qilib. Unda qilib turayotgan unda bir xalqni bir beshidagi shu Humaynini evitib bir leadershipni ilvasamlar xalq o'ngshildi deb haq u yerda bir leadershiplam emas, rasmiy bir davlat sistemasi qurib bir constitutionlarini chiqarib u military sistemni qurib bo'lgan yerdan bir liderni evaslam hammasi chugulib xalq boshqarib o'tib ketadigan u yerdagi xalqlar bir qo'yqalini birsi akilib bir boshqarayotganlar ya bir adamini evasli qashqog'ini kontrol qilgan bo'ldigan bo'lmasa deyman bularning istixborotimi Iranning xalqini qanchalik tahlil qilgan kulturini sistemasini tarixini bunday yerga kirib bu Irandan u g'alba qilishi mumkin emasda agar g'alba qilib Ironni butunlay yo'qotib yuborsa ondan keyin Iran orqali O'rta Osiyoga Amerika ta'sirini kirgizadi bu yana bizga foydasi bo'ldi. Yoki bo'lmasa Iran bilan kelishib qolsa, u vaqtda yana Iran orqali O'rta Osiyoga ta'sirini kirgizib Amerika Xitoyning bizdan chiqadigan 3 ishigini biroqli cheklagan bo'ladi-da. Hozir bunda bo'lmadi, qayoqdan qarasak bizga tas. Shu urushda yo Amerika g'alba qilib Iranni yo'qotib Hormuz bo'g'izini ola olsa bizga foyda. Yo bo'lmasa Iran bilan tuyuqsizlik chiram qila oladi buni bir kuni bir yangzi gap qildigan bo'lgandan keyin chiram Saudiya bo'lgandan keyin Islom Iranga bo'ldi biz kelishayli, hech kimimiz to'xtayli, sen ma'ani deb kelishib bilan do'sib qoldigan ishmi bo'lishi mumkin, hech narsa degan olmaydi uchun. Do'sib qolsa-mu vaqtida bizga yana foydasi bo'ldi-da, O'rta Osiyoga vaqtida Amerikaning ta'siri kira oladi. Rusning oyoqdagi ta'sirini biza cheklay oladi. Chun Iran bilan do'st bo'lsa, Rusning bir qo'lini kesidi, Xitoyning bir qo'lini kesidi, quruqlikdan Amerika ta'sirini kirgiza oladi, bizga foydasi bo'ldi shu. Sen hozir ikki tarafninki hozir biz yaxshi bir nuqtani o'tirib qo'ydingiz, xalqninki urush qilish, qarshilik turish irodasi. Mesela bu to'qinishlarda mustaq o'zining eglik huquqini qo'g'dashda mesela bir xalqninki irodasi, urush qilish irodasi qanchalik rol o'ynaydi masalan-chi? U bek muhim rol o'ynaydi ekan. Asli shu Humaynini o'rvatgan vaqtida Iran xalqi bu rejimga hammadan qarshi-ku Iranning bu rejimsiga majbur. Bu yerda bir majbur boshqarib u xalqni dinga islomda degan dinni majburlash yo'q. Qur'onda unda bir narsa yo'q, hadisdami yo'q. Dinni majburlamaysa, tangmaysa deb ba u payg'ambarimizga degan Allohning so'zi bor. Unda tursa u yerda dinga ishonmaydigan hammasini majburlab kirsa deb unda qilqi majbur bir rejim qilsa bu rejimning ostida haq yashashni xohlamaydigan nurg'un odam bor, uning qarshi chiqadi haqchi. Qarshi chiqib bu rejimni o'rvatgan vaqtida Ironliklar ko'chaga chiqib usul o'ynagandi. Qanday qildi beribla bombalab
Maktabda 165 qız balını öttürübətdi 12 yaşlıq kiçik qız balını qızlar məktəbini bombalab. Bunda qısa bu xalq degan sen mening özümning dövləti, o senin bombalaydigan nima haqqın var deydi. Əsli aşında məktəblərni bombalamagan bolsa, bəlkim xalq qo'zg'alib yoki qarshi bir revolution paydo qila olgan bo'lsa, balki Amerika g'alaba qildi. Ammo Amerikaninki shu xalqni o'ttirishi o nima deymiz, millatchilikni kuchaytirdi. Millatchilikning kuchayishi siz boya degandek xalqning irodasi bu. Xalqning irodasiga foyda bo'ldi da, vatan qo'g'dash irodasiga. Ya'ni mening davlatimda rejim bo'lamdi, nim bo'lamdi, ezilsammi, ya'ni meni dadam ursa mayli, lekin sen kelib boshqa odam meni urdigan haqqing yo'q deydi-da. Bir oilaga o'xshash narsa bu. Masalan, bolasini opasi kelib bir narsa desa, o bola uningga boshqa odam aralashib, o bola seni opang uribdi deb opasini bir narsa qo'ysa, bola berib uni urdi. Shundami sen meni opam nemishki bunda deysa deb. Shuni o'xshashlan bir ishda bu. U yerdagi xalqninki vatan degan narsa bu boshqa narsa. Uning ustiga bu Eronliklar uzun muddat tirkashgan bo'lgandan keyin tashqi kuchlarning bisimiga bu siyosat bilmaydigan haq emas. Bu xalqning o'qishi, nazar doirasini kengaytirishi bek muhimki. Agar xalq shu voy biz mush rejim ostidagi turgan xalq bika-bikadan mush rejim bizni ezib ketib bordi. Biz Amerikaning qo'liga o'ssak biz nihoyat yaxshi kun kechirdik deydigan hech nimani bilmaylam mundalam yurgan bir xalq bo'lgan bo'lsa, yana ish boshqacha bo'ldi. Va hozir degan bu global dunyoda bu internet dunyosi bu xabarlarni xalq ko'rdi, bulatqa ishni ko'rdi, Amerikaning nima ish qilayotganini, bu Isroilning nerdan ketib borganini, Isroilning nima plani borligini, bu Eronni yo'q qilib o'tish maqsadi bormi, yo'qmi, nima maqsadi bor, buni hamma xalq ko'rib turayotgan narsada, bu ko'rib turayotgan xalqning ideologiyasini qanday olib bir kunda o'zgartgan oldu. Hamma narsa ochiq oshkor tursa. Hamma ishning beshi mush Isroilning Falastinni yo'q qilishidan bo'ldi-da. Berib bu necha ming kichik bolani bombalavagan, yana Amerika qo'llagan tursa. Uni Isroilning oqisiga kirib bunda qisib bu Eronliklarni o'ylaydi-da, bu mening davlatimni mushunda bombalab bularning zodi maqsadi shu cho'ng Isroilni qurib, hammamizni musulmonlarni yo'qotishgan deb uni biladi-da, ular bilmay qolamdi har qancha yoshagan bilan medialarda. Sizce Şərq Türkistan xalqı məsələn qaysı xil İranlı xalqının nim ilgi eliş gerek deysiz? Məsələn, vətənini ilqi işki nim qılıb, namayış qılıb, koçağa çıxıb ilqi hakimiyyətinin şəklini tələb qılğan, qarşılıq qılğan mavi İran xalqıdan ilgi eliş gerekmi? Yoki biz ideologiyalik qarşılıqni qo'yib, tishidan tajovuzchi kirgan chog'da o'limni ko'zga ilib birlashgan İran xalqining nimasidan ilgi elish kerakmi? Hem de oturdu turup manda aytsak, hazır hem de bu yerde o Amerika karşı durdu desem, ben Amerika kıtasında yaşayotgan birisi. Elbette Xitayga qarşı Amerikanın güllenişini xalayman. Ama bu uruş xata uruş. Amerikani çöktürüp barda, g'alaba qilsa xo'sh bo'lamiz, g'alaba qilmaydi, xata uruş. Ama İran xalqining maydonida turib qarasangiz, albatta bir tajovuzchi bir besib kirganda sen mening rejimimni sen o'zgartib berding deb u tajovuzchi, chunki u xalq, men bundaq o'ylayman, Eronlar unchalarmi dot emas. Ular Eronni yana biz kontrol qilamiz deb o'ylab qoldi. Rejimni yo'qotib İran yana bir mustaqil bir demokratik davlat bo'ladi deb o'ylab qilib ko'chaga chiqdimikin deyman. Yoki bo'lmasa kuchkurtib buningga chiqargan bir kuch bor oqisda, mushunda ko'stib, ya'ni rejim o'zgardi deb o'zlarinikini to'g'riga chiqarish uchun bunda bo'lishi mumkin. Albatta biz Sharq Turkiston xalqi uchun keyingisini ulgu olamiz. Chunki o'zingizning vatanini qo'g'dash uchun özünüzün yolunda, özünüzün mənfəətində menişiniz gerek. O başqa adam qıb bəməydi sizə. Başqalar tiklab bəyən, başqalar yasab bəyən nəsə. Bika-bikadan qıb biləmdə xəqsizə. Bika-bikadan bir nəsini tiklab verəmdə, şunamı? Siz başqalarının qulu boğallığınız üçün qıb verildi. Başqaları qul bulmayma, müstəqil bulumən deydiği adam, o çoxun başqalarının təcavüzü qarışdırdı. O birisi apırıb məni tiklab qoysa, hə şunun əgiş mənaylı falançı tiklab bəyən dediysə, ondan sonra sən şu dövlətin peşkisi ya qulu. Şunamı? Bu müstəqillik olmaydı o vaxtda. Endi hazır uruşninki məsələn başqa rayonlarga təsirini görəyim, mən qolayım məsələn. Siz Avropada məsələn Ukraynanın nimisdə uruşda biraz pəsəygənlik nərsini gördük məsələn ki. Rusiya bu uruşdan qançalik fayda və ziyan eləvatıdı, fayda görüvatıdı. Siz Rusiya, Avropa tərəfini yaxşı təhlil qılsınız, bu necət sizin tədqiqat dairəniz sizdən. Mən sizdən yaxşı bilməsligim. Nemo? Mən gəqiləyəm. Rusiyanın məsələn uruşda əlbəttə bir yerdə
Xalqaranın diqqəti bu yerdən biraz çekinib, biraz tövəllədi bu yerdəki. Çünki uruş bu yerdə ciddirak bulub. Hem dünyanın rayonunun energiya, iqtisad, ticaret nurgun nərsəyə təsir qılışqa Rusiya biraz neyim qıldı. Ama Rusiya payda evatqan nərsə neyim degan çağda Amerika Rusiyanın neft energiya setişiga embargo qo'yganda bu narsani ajizlashtirgan Rossiya bir oygacha neft energiyasini sotsa bo'ldi. Hozir ko'rgan nimada nurg'un neftni Rossiya setyapti va oyiga 5 milliard dollardan payda ekstra nima kirdi ekanda Rossiyaga bundan ki bo'layotgan narsa. Endi bu Rossiyaning aslayotgan, turg'unlashayotgan iqtisodiy nimasiga bir fursat bo'lishi mumkin. Bu qaytadan kuchini yig'ib Ukrainani bo'lgan tajovuzlik nimasini texnik kuchli qila olishi mumkin. Ammo Ukraina taraf qilsaqmi, Ukrainami ularga bir payda bo'lgan bir narsani ko'rdikda, u nima deganda Rossiya Ironniki dronlarini ishlatib ekan. Undan Ukraina'nın tosaş tecrübelik olgaçqa Ukraina'nın nimelerinde azıcık nurgulgan buyurutmalar var ekan da mesela. Bu tarafdan aytgan chaqda nima endi Yevropa tarafdan kelsak, Yevropa taraf urushningki paravanlık sistemi bilan davlatning nimasi asosan paravanlık qaratgan mudofaani keyin ko'rin qo'yib qolgan davlatlarningki o'zining ciddi vaqtlarda o'zining igilik huquqini qo'g'dashda qiynalib qolgan bir narsani darsini chiqadi demasdan shiddat bilan qurollanish askariy nimaga mablag' solish narsasini ko'ryapmiz masalan hamma davlatlarda garchi Yevropa nimaga aralashmasmi bevosita ammo buningdan dars chiqarib texmi tez bir qurollanish askariy mudofaaga chiqib mablag' solish bo'lishi mumkin. Buna yine başka kıtalarga ham ta'siri bor. Sözlesek nurg'un darslarni chiqarib bo'ldi masalan mayli Afrika olsun, Latin Amerikası olsun nurg'un yerlardan masalan. Sizce Yaponga qanday ta'sir bo'lishi mumkin? Bu urushning qanday ta'siri bo'ladi Yaponga? Yaponning energiya oldigan nimasi bu yerdan jiq kent mesela bu O'rta Sharqdan oldigan. Ama Yaponiyaniki stok zapas neft nimasi dunyo bo'yicha eng yuqori 240 kun kemasin. Hozirgi nimada statistikani 8 oygacha Yaponiya o'zining holini nim qila oladi. Ama Amerikaniki bu yerdan nimani yetkazib akitishi, askariy nimasini yetkazib akitishi, anonki havo mudofaa nimasini odillashtirishi Yaponiyaning bu yerda bir narsani ekildi. Hamma narsa hech nima ekanmismi? Nimani ekildi deganda har kim o'zining kindikini o'zi kesidi-chu. Yani Yaponiya o'zining askarlashish, militarizationning nimasini, mudofaa nimasini tezlashtirishni texnik tezlashtirish mumkin. Hatto yadro quroli ega bo'lish sistemasini, jarayonni tezlashtirish mumkin. Chunki Yaponiyaga hozir Amerikaga ishinib nima qila oladigan davlat bu dunyoda qolmagan bo'lishi mumkin Isroildan boshqacha. Bu jihatlarda Yaponiyaga bir tez suratda o'zining nimasini qo'g'dash, qadamini texnik tezlash mumkin va rayondagi masalan Filippin va boshqa davlatlarning bilan bo'lgan ittifoqlarni tezlashtirish mumkin. Anandaki masalan Yevropada ba'zi davlatlar bilan yangidan kelishimlarni imzoladi masalan. Bu nima deganda Yaponiyami Amerikaga tayinib qolmay, boshqa o'zining bexatarligini, xavfsizligini o'z oldiga qo'g'daydigan bir harakatga o'tgan bir ko'rinishni ko'ryapmiz. O'tganda bu Amerikaningki nima necha kunning oldida terrorizmga qarshi turish misliki boshlig'i Joe Kent iste'fo berdi-ku. Iste'fo berganda shu Tucker bilan qilgan intervyusini oldingizmi siz? Shuningda deydi-ku bu asli İran degan masalan Amerika bu Ironni uradiganga nurg'un nimalarni sabablarni ko'rsatyapti. U Isroilni qo'g'dashlam emas deb. Isroilni qo'g'dash o'zi Isroilga hujum qilganda urmamsa sen Isroilga hujum qilmay tursa Amerika atak qildi, shunami? Bu yerda bu İran shu bizning gapimizni almadi asosli qilib neft gapini olmay 40 yildan beri Amerikaning sistemasiga qarshi turyapti. Ham bu yerda nima borda yigitik Amerika. Atom bombasını İran yasaydı deb. Ama İran patva chiqarib buni yasamaymiz, buni faqat sivilga ishlatadigan quvvatimizda patva chiqargan dedi. Bu yerda bir ishonmaslik borda, yasaydı mushningga deb bu İsrail mushlar cho'qim yasaydı deb. Ama İsrail yassa bu yerda xalqning mudaydigini shu. Bu İsrail o atom bombasını İsrail yassa onun izin verdi Amerika. İran yassa sen izin vermeyse. O ruhsat qilmaydigan şey olsa ikkinchisiga ruxsat qilmasliging kerak. Shunami bu regional balance tamponlikni tutish uchun. Misha kelganda mushu yerdagi shunda bir middle o'rta sharq hamda butun energiyaning kiradigan yeri ham uning ustiga İsrailning asosi lobbichiligi Amerikada Amerikaning qo'lida o'ynatayotgan bir davlat.
bu devlet gelip bu İsrail tüpeyliğini bu Amerika'nı bu O'rta Şərqini tutuş için bu yerde bir atom bombasının çıkıp kılışı xatarlik emas. Şunun aslında hiç kim bilan bombağını yaxşı çünkü bu sen bilan bombağını yaxşı şundan mı? Hı. Hazır Saudiyada yok. Ama İran da bahanasını terakki kıldıra alaydı emasmı bula dep şunundan korkudu da endi İran'daki İran kılmayımız dep patva bergen bolsun. Joe Kent'in deyişçi bula patva berdi. Bu yerda atom kılmayımız degan tursa. Yani nimişki Amerika atak kıldı. Bu hata İsrail lobbisligi tüpeylilan şunun Amerika hücum kıldı. Şunun ben istifa berdim dep başladı dedi. Şu hazır Amerika halkı bu Amerika'nın bu uruşunu hata kılatkanını nim kılıp karşı çıkmadı lekin bunun bu Amerika'nınki nimdeyimiz hükümet sistemisi, başkuruş sistemisi içkirlep İsrail lobbyçılığı bek güçlü boğalığı için bunun tenkileme da. Endi sizningçe bu uruşun ahir qandaq bula aşında kengeyip bayağı siz degендek Saudigacha tutuşup aşında bolup ketami emmiye kengeyip bunda kengeysi bir disaster buldu da bu dünya bir dozaqqa aylанды degen gap bunu partlası onun hamma nemisini partlatıdı dünyanın iqtisadi çöküdü bayağı deyişdik bunu hem de muşunda bolup ketami yoki bir şekilde tuyuqsizda Trump aytdi qopaplam kelişeyle İran deplam dosup qilish mümkünmü yani İsrailni sen jimto deplamçı İsrail lobbyçılıqını işini qıl dep to'xtib yani kontrol qilibçı Bunda bir özgürüş yasaşı mümkün mü? Bunda bir özgürüş yasaş için Amerika halkı hazır koçığı çıkıp buna karşılık gösteriş gerek. Amerika'nın halkı koçığı çıkıp bunda bu uruş toxtusun dep uruş qılmaysa Amerika'da bunda bir çoğun tiptiki emmi ya da namayış yok. Bunda bu kitvatkan bunda ahval yok hazırcı. Halkı bek güçlük karşılık gösterivatkan. Bu nima üçün sizningcha bu güçlük karşılık hazırcı bo'lmayotidi yoki çünkü Amerika medianı bek kontrol qilib sebebidan bo'latamdi. Bu urushning oxiri sizcha nega berish mumkin? Masalan, qanday faraz qilyapsiz siz? Elbette uruş degen bir devletninkine ait çoğun işi bu. Hem şekil özgergen bir siyaset. Uruşninki bir siyasi bir gayesi oludu məqsidi. Amerikanınki degen məqsidiga yetelişine ait jirak emdi. Ama Amerika nurgun yerlerini mesela takminen tönegün madde istedi burunki müdafiə ministri 15 bin yani 15 bin kıtım nim kutu hücum kutu partlatıptı ama hazırgıça bir erişeligen bir siyasi nimi yok netice yok. Hazır bir nimege kirip kaldı bir tozakka yani şiddetinin işiş tozgıgıcı. Amerika askeri yetkiyatıdı, o yan alımızdaydı, aranlarımızdaydı, bunda aklımızdaydı. Yeni bir taraftan diplomatik görüş kılımızdaydı mesela. Bunun da kayısı rast mesela. Zaten uruştan burun bula bir diplomatik söhbet başlagandı. Bu yerdeki ilki guvaçılar var mesela. Angliyanınki, Oman'ınki, işkili taraftan belki guvalıqı var. İran ilki yadro kuralını, uranyumunu saklaydıgan stokpaylını tüvenletişinin nimisini deptikendik, vədi veritkendik. Ola qaytıb berip muzakir kılıp atkan çağda urup etipti de bulan mesela. Kanda bir devlet hazır Amerika'nın diplomatik iş... İslam ministri mi dedi bunu ya? Mesela kanda devlet işini mesela. Hazır puşuraşkan teretti mi mesela? Kilişeligen takdirdi mi mesela? Yeni kilişemepti o. Bugün Amerika 15 nimelik ilan 5 türlük nəsini qoyub da aralıqda çox fərq var mesela. Konsensus. Ortaq bir nəsi ki geçi. Hazır Amerika o işin toxtutu mən desimi İran'dan bir talep vardı. Sen bizge nima qilding, bizni vayron qilding, buncha chiqim to'laysa. Boğazdan o'tgandan bunun pulini to'laydi, bunun pul to'laydi, buningdagi davlatlar. Amerikaniki ittifoqdosh davlatlar bu yerdagi davlatlar mesela. Bularning halig'i voyda mesela Amerika qo'llab ba'zilarini berib nim qilgan mesela. Hozir mening shaxsiy ojizona qarashimda urush to'xtata oladigan narsadan chiqib bir kengayayotgan bir narsani ko'ryapman. Endi bu qancha escalation nimasiga qarab ketyapti. Buning darajasi qayerga bordi? Endi yaxshi bo'lishini umid qilaman, ammo reallik shuki, hech bir yaxshi taraf ketmayotdi. Masalan, nayti ig'ir va rayonlarga nayti kengaygan holatda cho'ng bir urushga aylanib ketishi mumkin. Bu abay deyishgan Sunni Shia urushi, Arab Farus urushi, hatta Turklarmi, Turkiy xalqlarmi ketilib ketishi mumkin. Buning nimasidir, darajasi. Masalan, Türkiye'ye 3 qitim nima etildi, raketa etildi. Ama İran bunu red kıldı. Biz atmadık. Biz Türkiye ile en akıda uğraşılgan devlet Türkiye dedimiz. Ama bir de yalgan bayrak operasyonu. Başkası atkan buluşu mümkün. Başka devlet. Yalgan bayrak operasyonu oldu bir yerde. Çünkü mesela İran'ın kimini giygen alattı. İran'ın kimini giygen alattı. Türkiye gitti vatıdı mesela. Çünkü bir yerde Türkiye ile İran'ı kala sokaştırmak çok bir güçler var değil mi mesela?
Ya urushga tatib akirmoqchi yani. Türkiye hal. Mesela Azerbaycan'ın nimesiga hücum kılganda mesela chegara atrofidagi nima degan. Bu yerda mesela bu holatda urush bunda kengayib ketsa, u chog'da Amerika bilan Isroil chiqib olishi mumkin. Sizlarning ishinglar bu bizning ishimiz emas deb tashlab qo'yib, bu yerdagi musulmon xalqlarni o'zaro bir-biriga qirdirishi mumkin endi. Bu nima deymiz endi deylik, urush kontrolsiz bir narsa qarab ketyotidi. Alloh saqlasin bekiligi nachar bo'lib ketishdan. Lekin bence hazır o Bin Salman'dan başkaları Arap devletleri o uruş bu İran her qancha narsa aslında biz urushga kirmaymiz deyilikdi o ular. Ular akıllıqda oylaydı da bütün qanchalik dünyanın uyup aşabilerle bıraklı veyran bulduğanlığını. Hem oturdu mediator devletler mi var Türkiye, başka devletler var, Pakistan. Avrupa devletleri var, Pakistan var. Bular hemmisi Mısır var, karşı aralışıdı da çünkü hemmisiga ziyon çünkü bu yerda urush bo'lgan bo'lsa, hech qaysi bir davlatga yaxshilik emas, yaxshilik bermaydi. Amerika bu bek boy cho'ng davlat. O başka davlatlardagi jiq ziyon tatmasligi mumkin. Urush kirsin, Xitoy urib qolmasa Tayvan tarafdan avarqibchi oyoqdan. Ama Amerika bek cho'ng qisqa muddatda cho'ng ziyon tatmagani bilan uzun muddatda hegemonik nimasini ojizlatib o'zini uchun. Vyetnamdan beter holat qilish mumkin. Pul qo'ldan chiqdi, pul bilan bütün qilayotgan sistemasi buzilib ketadi. Dunyoga hozir zaten Amerikaningki soft power buzilib bo'ldi masalan. Dunyoga tuzgan sistemisdagi ideologiyasi buzilib bo'ldi. Uni o'tirg'i chiqqidek bir ideologiya yo'q. O Xitoy shu Tianshan chiqarmagan bilan uni hech kim ko'z qilmaydi. Mencha dunyo bu Amerikaning bu kuchi ojizlashgan sari dunyo ko'p qutupluq yani. Neçe devletlerninki öz aldığı iş kıldığın aşta bir köp kutupluk bu kitemdikin deme yani bir Amerika'nın hegemoniki bir Xitay ötep kaldığı iş bulmayı çünkü bu Xitay'ın işinip ketmeyi daha onda sistemini Xitay kurup tüzüp bulanmaydı çünkü bu uzun yıl ketken bu işçilerle kırıp ketken bu sistemini acizlaşkan takdirde mi onu çugup onu otursa Xitay bir emniyye militari bazısını apırıp askeri gücünü jirahiyalardan. Onundan keyin u yerdagi uni askari bazasini apirish uchun hammasi ittifoqdosh bo'lish kerak u Xitoy. U ittifoqdoshlarni qanday qurdi? Bir autokratik rejim tuzsa u Xitoy. Uniki bu Xitoyda bir qonun yo'q, qonunlar qo'g'dimaydi. U pulini haq mablag'sini sanmaydi da, u yuanga qanday ishinib mablag' selib qiladi. Undan keyin bu Xitoyning o'z oldiga Amerikaning o'rnini elib olib Xitoy dunyoni boshqaradigan bunday bir sistem kuramazlığı mümkün. Lekin bir ayrım bölge. Xitay ve Rus birleşip elip ayrım bir. Mesela onundan keyin Müslüman devletler Pakistan, Türkiye u bola birleşip ayrım bir güç. Manda bölgede qalğan uşaq aqsıq saldığan güçlerini saldığan. Yani Avrupa taraf özünün dostlarını aqsıq saldığan için netçigi bölünüp getiş muşta bir mümkünçilik buluşu mümkün deyme. Sizce Xitay güçlünüp ep ketemdi yoki men degandek necha xil ashta bo'ladimi? Ama Xitoyning dunyoni undaq kontrol qilib bu necha yuz yil ketadi yoki alamaydi, onu alamaydigini ishini. Bizning Uyg'urlar hamda nurg'un ba'zi Uyg'urlar bilan paranglashgandan bu Xitoy so'raydi, Xitoy ep ketib bordi, hozir Xitoy kuchinib ketdi deb o'zicha umidsizinib lam. Zodi biz ham yo'qolib ketdik bo'ldi, bu Amerika manda bo'ldi, hamda bizning ishimiz ta'sir bo'ldi deb lam. Umidsizinib lam, hamma narsani tashiydigan ishlar bek chiqib ketib bordi bizning xalqning ichida tushkunlashib bir xil. Burunqidek Xitoyga qattiq qarshi turadigan narsa yo'qolib ketib bordi, haq jimib ketib bordi uchun. Bu bunda bo'lmaydi mencha. O Xitoy dunyoni so'rayamaydi. Men uni mumkin emas ishonmayman, qilolmaydi. Chunki u sistem yo'q Xitoyda. Unda bir sistemni turg'izolmaydi. Uning uzun yil ketadi. Bu dunyo necha parcha bo'lishi mumkin, necha parcha multipolar bo'lib ketishi mumkin. Shuna bo'lgankin u dunyoni bundaki Xitoy so'raydi, bo'ldi biz tugudik deb deyish beklam mencha bek kulkilik ish. Biz yana qarshiligimizni davomlashtirishimiz kerak. Yana bizga mustaqil bo'ladigan, bizga yana bir fursat chiqadi. Chunki Xitoyning o'zining beshini yeydigan, Xitoyni ojizlashtiradigan nurg'un to'shiklar chiqadi uchun o'sha urushdan keyin yoki dunyoning qalayim qanchalik bilan. To'g'ri, chunki aldirlan eliqi o'zimizning albatta tashqi dunyodagi xalqaro vaziyat muhim, ammo uningdimi muhim bo'lgani o'zimizniki qarshilik turish irodasi, mustaqillik qilish irodasi. Bu narsa sunib ketsa, hech kim bizni yulab turg'izolmaydi. Bu narsamiz bo'lsa, qanchalik kuchli davlat bo'lsin, qanchalik ilg'or texnikasi bo'lsin, bizni menga yo'qotolmaydi. Bu tarixda nurg'un nimani ko'rdik-ku masalan. Qaramamsiz Ironni yana.
Ha. Ular o yaxşı tayyorlik qilibdi ekan hamda, shunami? Mesela Ukrayna'nın körüvatımız mesela 5 yılda bir yan şunda küçük bir Rusya karşı duruyordu. Ayni Af hech nima qilolmayapti. Afganistan'da mesela 20 yıl uruş kıldı. Onun buyurun Sovyet İttifakı'yla uğraştı, Angliya ile uğraştı, mesela Vietnam, Amerika ile uğraştı. Aciz. Ama uruş kılış iradesi yanmadı. Tişlerini kıçı en National ahırkını will küçük. degan bir narsa bek muhim. He, iqtisodiy kuch islam, militariy kuch islam hisob emas. Population bo'lish kerak, national will doğru. bo'lish kerak. Bu nurg'un taraflarga taqiladi, birli tarafga Hı, emas kuch degan. Shuningga bo'yiq iroda deganingiz sizni mushu bek muhim. Bizning xalqda mushu iroda yo'qolib ketmasa bo'ldi. Lekin xalq qanday bizning mustaqil bo'lishimiz mumkin emasga. Biz mushu qanday qilib qarshi turmiz deb qo'yib Xitoy qarshi faoliyat qilib qo'yib Xitoyni tillab qo'yib yurgan shu qarshilikmi? Uning bir natijasi bo'lmasa deb umidsizlanib ketib bordi. Bu en azından hiç nima qilolmagan taqdirdami davoni o'ttamay midirtib apmag'udimish qarshi turish uchun. hı, İradını öttemey midirtib apmag'udu. İradını öttemey midirtib apmag'ish degan siyosiy kimlikni saqlab qolish degan gap. Bizning siyosiy kimligimiz, irodamiz o'lmagan vaqtida biz kuni olamiz u vatanni. U yo'qolib ketsa u vatan doğru. tepsida oltin tepsiga tutib mani ola deb ba'simi kim oladi Hı, uni oladigan odam bo'lsa ulutda uni shunami? hı, Bu kimligi yo'qolib ketgan haqtiga yo'q men Xitoydan ayrilmayman Xitoydan deydi shunami? doğru. Shuning bu siyosiy kimlik bu iroda yo'qolmasligi kerak. Uni ustiga biz musulmon xalq. Bu ümit üzülmeslik gerek. Çünkü vay bunun bir neticesi de neticesi biz mesul emez ki. Her Hı, bendige Xudayın bir hedef bir vazife bilen evetken bu dünyaya. Bizim vazifemiz o adaletsizliği karıştırış. Çünkü Kur'an şu adaletsizliği karıştırdı da haqni o'ttirg'i tushaygan kitap şuna o. Şuna hı, bo'lganki bu en muhim ibadet bu adalet üçün kurash qilish, adalet yolida turish, adaletsizlikka qarshi turish degan. Endi bunu biz qilish majburiyatimiz. Neticesi Allah'ın kolunda. Neticesi biz doğru. mesul emas ki onu, şuna mı? Hı, Neticesi biz mesuliyetimiz yok onun biz galbi kılam. Çünkü biz Kur'an'daki ayette mi var? Biz galbi kılalısak mı biz üstümüz, galbi kılammasak mı biz üstümüz? Çünkü galbi kılammasak mı o dünyada Allah sevabını verdi biz üstümüz. Galbi kılalısak yine biz utkan bulumuz. Şu bu yerde ki vay biz bari onda kılamayımız ki bari bu vatan müstakil bulmaydı ki onun bu kuruk ahmak olup jügenin ahmaklık emas mı? Biz davani midirtib keyingi avlodga o'tkazib berishimiz kerak. Burunqilarmi bizga ashta hı, to'xtamasdan hech qanday umidni ko'rmay turibmi, kurash qilib bir umr kurash qilib o'lib ketgan bizning xalqlar, bir umr turmalarda yetib o'lib ketgan odamlarimiz bor, shundami? Qiyin qistoqda o'layotgan odamlarimiz bor. Bular nima deymiz bu? Butun xalqlarda bor bu, butun dunyoninki. Chunki bizning vazifamiz biz o'zimizga berilgan vazifani qilamiz. Neticik biz mesul emas biz bunu qildik mustaqil bo'lmaydi ki baribir shuni biz qilmaylik deydigan unda gap yo'qki shunami bu hı, bundan mantiqiga logikaga tushmaydigan gapda bu lekin endi bizning ba'zi uyg'urlardan ashta bor ekan baribir biz bu yerda nima foydasi baribir biz mustaqil bo'lolmaymiz xitoy kuchayib ketib bordi hozir nima foydasi bo'ldi bu qilganning hammasi quruq gap nenimizni yeylik ishimizni ishlaylik özümüzün işini qilaylik debchu bunda o'zingizning ishini qilasiz-da yashaysiz ammo u yashash degani hayvonmi yashaydi inson faqat o'zimning ishini qilmay uch vaqt tomoq yemay pul topmay isil uy olmay isil mashina olmay yaxshi yashayman debla yashamaydi isil kiyim kiyman debla u inson hayvondan farqli bo'ldi insonning qiladigan vazifasi bor bu dunyoda bizning vazifamiz uyg'urning beshiga tushgan vazifa yo'g'on dragon xitoy bilan ilishishgan bizga bir büyük bir ig'ir vazifani beribdi-ku xudoyim Dünyanın beşiği bala bir əcuc məcuc bilən iliş vəzifəsini verib ekan. Biz heç nim qılamısaq mı, o kösəy götürüb ilişəmmisaq mı, qolumuzda nemi kəs şunu qılıb ilişimiz. Ya onu bizim vəzifemiz o, məcburiyyətimiz. Onun bir nəticəsiga erişələmdik, erişəməmdik. Bizning vəzifemiz emas ki, o nəticəsiga erişməslik bizning məcburiyyətimiz emas, o şuna. hı, Erişməslik deyən biz müstəqil bolamdıq, bulmamdıq vaxt gəlgəndə biz tirişimiz onu Allah'ın kolunda. Allah nisip kısa berdi. Bəmisimi biz baribir g'alaba qilamiz. Chunki biz ilishdik. To'g'ri tutdik. Yana davom qilish kerak endi. Hech qanday umid bo'lmagan ahvoldami? Davom qilish kerak. Chunki bizning qilib ishimiz to'g'ri. Shunaqmi? Vaqt turish, adolat tutirish, to'g'ri tutganlik uchun davom qilish kerak. Buni voy unda bo'ldi deb umidsizlanib ketsa, u vaqtida biz yo'q bo'lamiz, baştami? çok Hem bu doğru. dünyaya Allah bergen vazifeni icra qilmagan bo'lamiz, hem bu dünyada yüzümüz qara bo'ladi, hem bu dünyada kelgusi avlodlarimizni oldida yüzümüz qara bo'ladi. Mesela Hı, yishni qilib qo'ymay, hamma narsani menga tashlab qo'yding deydi. Masalan, biz burunqi ajdodlarimiz avlod nima?
Ecdatlarımızdan. İşte ağırnımız o anı kınmaptı ki, manı kınmaptı ki dep şuna mı? Şu okşaşlamış da şu. Ee, İran uruşuğa münasebetlik temini toğruluk mişegiçe programımız mişegiçe bolsun. Kalan yeni bir kıtımlık programda görüşküçü. Ekranınız kelimesi aman bulunma. Rukiye Hanım sizin köprek. Sizga ko'p rahmat. Xo'sh, Allohga Xo'sh. emanet.